Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Nafsni poklashlik, tazkiyatun nafs darslaridan bu darslardan ko'zlangan maqsad, birodarlar, siz bilan bizni dunyoda yashab o'tarkanmiz, o'lchov tushunchalarimizni to'g'rilashlik. Inson qachon saodatli bo'ladi? O'lchov tushunchalari, hayot haqidagi tasavvurlari to'g'ri bo'lganida. Agar mana shu tasavvurlari to'g'ri bo'lsa, inson saodatli bo'ladi. Qachon tasavvuri to'g'ri bo'ladi? Qachonki inson bu o'lchov tushunchalarini, tasavvurlarini kitobi sunnat bilan tuzatib olsa. Har bitta odam o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. O'sha ishni to'g'ri deyotganligi uchun qiladi. Bilingki, hamma o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deydi. Endi ana shu to'g'ri deb qilayotgan ishi haqiqatan to'g'ri bo'lsa, saodat topadi bu inson. Agar o'lchov tushunchalari noto'g'ri bo'lsa, inson baxtsiz bo'ladi, dunyoda ham, oxiratda ham. Endi to'g'ri noto'g'riligini o'lchaydigan o'lchov bu kitobi va sunnat, birodarlar. Mana shu ikkita narsani tuzatishimiz kerak. O'lchov, tushuncha. Tushuncha, o'lchov. 70 yil, 60 yil, 30 yil, 40 yilda shakllanib qolgan narsani bitta ikkita darsda eshitib turlar, tuzatib olaman deb shoshilmaylik. Chunki tezda bo'lgan narsadan qo'rqish kerak. Asta sekinlik bo'ladi. Asta sekinlik bilan bo'ladi. Har kelganda ikkita xulosani olib chiqib ketdingiz. Demak, inson Allohning manhajini ushasa saodatli bo'ladi ikki dunyoda, manhajdan chiqib ketsa shaqovatli bo'ladi ikki dunyoda. Shu bilan chiqib ketdingizmi, bugunga yetadi. Lekin mana shu bitta tushuncha tuzalgan bo'lsin. Ilm va hol. Ilm bor, holat bor. Ilm bu Allohni tanish, uni tavhidini bilish, Alloh taoloning go'zal ismlarini, sifatlarini bilishlik, Alloh taoloning buyruq va qaytarg'alarini bilishlik, har bir vaqtda nima ish qilish kerakligini bilishliging, mana shu ilm deyiladi. Mana hozir nima qilish kerak? Ramazonda taroveh o'qish kerak. Hozir nima qilish kerak? Ramazonda oxirgi 10 kunligi tunlarda bedorlik bilan o'tkazishlik kerak. Hozir nima qilish kerak? Zakot berish kerak, roza tutish kerak, xayr saxovatni ko'proq qilish kerak. Chunki boshqa kunlardagidan bu kunlarda qilingan ibodat 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Demak, mana shu ilm. Mana shu ilmni bilmagan odam telefonda o'tiribdi. Mana shu ilmni bilmagan odam og'iz ochgan bahonada o'sha kafeda og'iz ochdi, shu bilan birgacha o'tiraveradi laqillab. Mana shu narsa ilm deyiladi. Endi hol nima? Hol. Ilm yaxshimi yoki holmi? Insonning ruhiy holati. Hol. Ilm yaxshimi, holmi? Javob shunday bo'ladiki, holning foydasi faqat uning egasiga foydali. Shu holati bilan yolg'iz o'zi xursand. Ammo Alloh taolo nima deydi? Inson ruhiy holati zo'r, Allohga iqbol qilgan, doim zikrda, qalbi sakinatda. Mana shu uning ruhiy holati, mana shu uning holi. Mana shunday holda bo'lib inson yurishligi yaxshimi yoki ilm o'rganishligi yaxshimi? Astagfirullah. Inna Ibrohima kana umma. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillah, hanifan va lam yakun minal mushrikin. Albatta Ibrohim Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan toyilmagan bir peshvo imom edi. U mushriklardan emas edi. Inson o'zi bilan cheklanib olishligi mumkin. Jamiyat bilan ishi yo'q, qarindosh urug' bilan ishi yo'q, ko'cha mahalla bilan ishi yo'q. Doim zikrda, qiyomul laylda, nafl ro'zalar tutadi, o'zi bilan cheklanib olgan, o'zini holati yaxshi. Bu holatidan inson faqat o'zi foyda oladi, ammo boshqalarga foyda keltira olmaydi. Endi o'zi bilan cheklanib olishlik, bu holat qayoqda-yu? Millionlagan odamlarga foydang tegishi, millionlagan odamlarning qalbidan joy olishing, millionlagan odamlarga ilmingni foydasi tegishligi qaysi daraja? Tushunarlimi? O'zingiz maza qilib yuribsiz. O'zingizlar hech kimga foydangiz yo'q. Bu qayoqda-yu? Bu holat. Endi ilm o'rganib turib, bu ilmni o'rgatsangiz, millionlarning qalbidan joy olsangiz, bu qanaqa holat? Aytiladi, hol faqat o'zini egasiga foydasi tegadi. Ammo ilm xuddi osmonda ketayotgan bulutga, yomg'irli bulutga o'xshaydi.
Ilm osmonda ketayotgan yomg'irli bulutga o'xshaydi. U yomg'ir yog'ar ekan, yerga ham tegadi, daraxtga ham tegadi, tog'ga ham, toshga ham, sahroga ham yetadi. Ilm yaxshimi, hol yaxshimi? Albatta ilm yaxshi. Ilm birodarlar umumiy hammaga. Ilm hamma uchun foydali, ammo hol xos. Muayyan ma'lum odamlar uchun. Seni mana shu holing oilangga, qo'shningga, jamiyatingga foydasi yo'q. Faqat o'zingga xos. Ammo ilmni foydasi esa umumiydir. Yana aytiladi, dairatul ilmi tasawud dunya wal akhirah. Amma dairatul hali tadiqu ala an g'ayri sohibiha va rubbama dhaqat anhu. Ilm doirasi ichiga dunyo, oxirat hammasi sig'ib ketadi. Ilm dunyo, oxiratni sig'dira oladi o'zini doirasiga. Ammo hol esa faqatgina o'zini egasini sig'diradi bu doiraning ichiga. Ba'zida mana shu holati ham shu holning egasini o'ziga torlik qilib qoladi. Hol nima uchun hol deb nomlandi? Chunki birodarlar, u kafolatlangan emas, u o'zgarib turadi. Holatingiz yaxshi bo'lganda axloqingiz zo'r, saxovatlisiz, kechirimlisiz. Ammo holatingiz o'zgarganda nima bo'lib qoladi? G'azablanasiz, baxillik qilasiz, urushib berasiz. O'shuning uchun hol garantiyasi yo'q uni. Ammo ilm birodarlar kafolatlangan. G'azabingiz kelganda ham bilasiz aroqda haromligini. G'azabingiz kelgan paytda ham taloq degan so'zni ehtiyot bo'lish kerakligini bilasiz. Demak, hol nima uchun hol deyilibdi? U kafolatlangan emas, o'zgarib turishi mumkin. Ammo ilm kafolatlangan. Holni boshqalarga ulashishning imkoniyati yo'q. Uni sarf qila olmaysan, birovga o'rgata olmaysan, birovga bera olmaysan. Hol faqat sen uchun bo'lgan narsa. Ammo ilm esa, mana shu ilmni o'rgansangiz, xolis bo'lsangiz, Allohning roziligi uchun o'rgangan bo'lsangiz, komil itoatda bo'lsangiz, Alloh ilmni ham beradi, holni ham beradi. Holni istagan odam faqat holni topadi, ilmni istagan odam ilmni ham topadi, holni ham topadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zi mana shu darslarimizni xulosalaridan bittasi mana shu. Birinchi darsimizda qaysi hadisni aytgan edik? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni taniyapmiz hozir. Yana bitta xulosamiz, man amila bima alima awrathahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, kim o'rgangan, bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh unga bilmagan narsalar haqidagi ilmni ato qilib qo'yadi. Men bilgan ilmimni hammasiga amal qilyapman degan odam qo'l ko'tarsin. Yo'q, ko'tara olmaymiz. Yarmiga amal qilyapman degani qo'l ko'tarsin. Yo'q, ko'tara olmaymiz. Kim o'rgangan ilmiga amal qilsa, Alloh bilmagan narsalarning ilmini beradi. Ya'ni rizq Allohdan ekanligiga ishondingiz, qalbingiz xotirjam. Men sababini qilishim kerak ekanman, g'am qilmasligim kerak ekanman, xotirjam. Duo qilishim kerak ekanman, xotirjam. Orqasidan Alloh taolo uni u yoqda siz bilmagan narsani berib qo'yadi. Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Birinchi shiorimiz, ikkinchi shiorimiz, bilgan ilmingga amal qil, birodar. Bilmagan narsani Alloh ko'rsatib qo'yadi. Boshqalar ko'rmagan narsani ko'radigan bo'lib qolasan. Boshqalar eshitib turib tushunmagan narsani tushunadigan bo'lib qolasan. Agar sen hamma ishingda Allohga itoatda bo'lsang, yurish-turishing, sakanoting, so'zing, ishing, so'zlaringda mana shu Allohning toatida bo'ladigan bo'lsang, Alloh taolo senga ana shu tojni ato qiladi. Ki bilmagan narsalarni o'rganasan. Ammo sen faqatgina ana shu holni istasang-u, ammo boshqa narsalarga beparvo bo'lsang, masalan ilmga, ma'rifatga, amalga, bu holni senga foydasi bo'lmaydi. Bu holni senga foydasi bo'lmaydi. Yana aytiladi, ilm boshlovchi, to'g'ri hol esa u bilan o'zini yo'lini topadi. Mana hol. Qimorvoz qimor o'ynab katta pul yutib chiqdi. Qalbi orom oldi. Nafsi xotirjam, rohatda. Shu hol unga rohat beryapti. Shu hol to'g'ri holmi? Hatto o'g'ri ham katta mablag' qo'lga kiritganida
mehnati unga katta pulni olib kelganligini ko'rganida o'zini xotirjam his qiladi, nafsi orom olganini ko'radi. Bu biz aytayotgan holmi shu? Holning daqiq ta'rifi shuki, bir narsaga yetish uchun intilding va erishding. Shunda sen rohatni his qilasan. Endi mana shu rohatingni, mana shu holatingni o'zi seni tutgan yo'ling to'g'ri ekanligiga dalil bo'ladimi? Yo'q. Shu holatingni to'g'ri holat ekanligini o'lchab bera oladigan o'lchov, me'yor bu ilm bo'ladi. Ilm aytadi, bu harom deydi. O'g'irlab topdingmi katta pulni, qimordan yutdingmi katta pulni, bu harom deydi. Bu seni holating rahmoniy holat emas, shaytoniy holat. Tushundingizmi? Masalan, men ko'nglim taskin topyapti deydi. Masalan, mana shu nima deydi? Nasroniy diniga o'tdim yoki mana buddizmga o'tdim, qalbim taskin topdi deydi. Nima deymiz shunda? Nima deymiz? Seni holing shaytoniy hol deymiz. Nima uchun? Nima uchun? Ilm aytayapti. Seni nafsing orom olayotganligi, joning xotirjam bo'lib, qalbing taskin topayotganligi o'lchov emas. Prosentga pul oldi, qalbi xotirjam turibdi. Bir odam prosentga pul berdi, uni ham qalbi xotirjam turibdi. Nima? Qalbi xotirjamligi shu ishni to'g'ri ekanligiga dalilmi? Tushundinglarmi? Holdan ko'ra ilmning martabasini balandligini. Agar hamma o'zini tutgan holatidan maza qilsa, shu yo'l to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, akalar to'g'ri yo'l million to'p ketadi. Lekin to'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Endi haqqa intilding, erishding, haq bilan rohatlanding. Shunda ilm aytadi senga, bu yaxshi holat deydi. Yoki yomon ish qilding, komil suratda tomonga yetkizding, ishni bitirgandan keyin ham rohatni his qilding. Endi-chi, bu ham yaxshi holmi? Yo'q, ilm buni yomon hol deb aytadi. Demak, sen birodar ilm sababli holatingni rahmoniy holat yoki shaytoniy holat ekanligini ajratib olasan. Bir begona mamlakatga borib katta foyda keltiradigan kontraktga qo'l qo'yib kelding. Olgan tovaringning sifati zo'r, narxi zo'r. Endi hayolingda katta foyda kelishini o'ylab maza qilyapsan, sezyapsan foydani. Ana shu moldan keladigan katta foydani, ana shu tijoratdan keladigan katta foydani o'ylab, holing zo'r, xursandsan. Endi mana shu holatingni to'g'ri noto'g'riligini ilm aniqlab beradi. Masalan, kazino qurib qo'yding. Kazino qurding yoki aroqzavod ochding. Keladigan katta foydani o'ylab turib, nafsing 7-osmonda quvonchdan. Ammo shar'iy ilm buni noto'g'ri ekanligini bildiradi. Ilm senga bu ishning oqibati ayanchli ekanligini aytadi. Ilm birodarlar, anbiyolardan qolgan meros. Ulardan dinor dirham qolgan emas. Kim ilmni olgan bo'lsa, katta narsaga ega bo'libdi. Ilmning ahllari kimlar? Qur'onni ta'lim olganlar, Qur'onning buyukligini anglaganlar, uni hukmlarini o'rganganlar. Ilm qalblarning hayoti. Qalb faqatgina ilm bilan tirik bo'ladi. Ilm ko'zlar nuri. Alloh azza va jalla o'zining kitobini aniq, ochiq nur deb atagan. Ilm qalblarning shifosi. Agar ana shu hukmni bilsang, agar shu amal Allohni rozi qilishini bilsang, mana bunisi norozi qilishini bilsang, albatta rohatni topasan. Modomiki qilayotgan amaling Allohning manhajiga mos ekanmi, sen albatta xotirjamlikda bo'lasan, rohatda bo'lasan. Ha, bugun qilinayotgan bo'lishi mumkin. Bugun kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bugun yetishmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bilasan haqda ekanligingni. Bu kunlar nima? O'tib ketadi. Oyni 15 yoriq. Noto'g'ri mashi gap. Noto'g'ri mashi gap. Musulmonlar doim 15 yoriq, 15 yoriq bo'ladi. Chunki hayotida mashaqqat, qiyinchilik bo'lgan paytda ham u aslida u uchun yutuq. Yetishmovchilik bo'lyapti, rozi bo'lyapti, shukr keltiryaptimi, Alloh darajasini ko'taradi. Alloh taolo unga ne'matlarni ato qildi keyingi 15 kunda. Nima deydi? Alloh taologa hamd etadi, yana yutuqda. Musulmonning 30 kuni yorug' bo'ladi, birodarlar. Mana shu ilm o'rgatadi bizga shu narsani. Ilm. Ilm aqllarning bog'i. Inson nima? Inson aql, nafs, jasad. Aql, nafs, jasad. Aqlning ozuqasi birodarlar ilm. Jasadning ozuqasi ovqat. Qalbning ozuqasi muhabbat.
muhabbat. Aqlning ozuqasi ilm, jasadning ozuqasi ovqat, qalbning ozuqasi muhabbat. Agar ilm bo'lmasa, egrilik paydo bo'ladi. Tavozun, balans yo'qoladi hayotda. Ilm ruhlarning lazzati. Uni totib bergan odam biladi. Musulmon kishi uchun ilm majlisidan ko'ra yoqimliroq narsa bo'lmaydi. Vahshatga kirib qolgan paytda ilm musulmon uchun uns, xotirjamlik. Hayronlikka kirib qolganlar uchun ilm yo'lboshchi. So'zlar, holatlar va amallar uchun tarozi bu ilm. Ishonch va shubha orasidagi, haq va botil o'rtasidagi o'lchov ilm. Ilm bilan Alloh taniladi. Ilm bilan Allohga ibodat qilinadi. Ilm bilan Allohga zikr qilinadi. Ilm bilan Alloh yakkalanadi. Ilm bilan hamd aytiladi, ulug'lanadi. Ilm bilan Allohning roziligiga, uning jannatiga erishiladi. Axloq, go'zal axloq bu hamma narsa. Dunyoda xotirjam hayot, hurmatli bir obro', e'tiborli bo'lishni yashasangiz, xolasangiz, rizqingizda baraka bo'lishini xolasangiz, dunyoda saodat topishni xolasangiz va oxiratda jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, xulqingizni go'zal qiling. Shirin so'z bo'ling, kattani hurmat qiling, kichkinaga shafqat qiling. Til ozori bo'lmang, dag'al qo'pol bo'lmang. Rizq kerakmi? Birodar, tushun shuni. Sen axloqing buzuq bo'lsa ham o'sha rizq keladi. Axloqing go'zal bo'lsa ham o'sha rizq keladi. Odobli bo'lsang, shu rizqingni Alloh taolo barakali qilib beradi. Axloqi yo'qlarda Alloh rizqini bermay qolmayapti-yu. Yo'q, uni ham beraveradi Alloh rizqini. Kofirda rizqini beryapti-yu. Faqat barakani bermaydi unga. Axloq, go'zal axloq bu hamma narsa. Ilm ham bu hamma narsa. Shuni tushuninglar. Hayotimizdagi eng ulug', eng buyuk va eng muhim va xatarli amal, birodarlar, ilm olish. U qaysi ilm? Allohni bizga tanitadigan ilm, shar'iy ilm. Bir inson dunyoviy ilmlarda zo'r o'qib, bir qancha bir diplomlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar uning mana shu o'rgangan ilmi Allohni tanishga yetalamagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki bu diplomlar sizni qabrga olib kirib ketishayotganda uyingizdagi shkafda qoladi. Qabrga u ilm siz bilan birga kirmaydi. Ammo Robbingizni tanitadigan ilmni o'rgangan bo'lsangiz, dunyoda ham siz bilan edi. Qabringizda ham billa, qiyomatda boshingizga soyabon bo'ladi mana shu ilmdagi amalingiz. Ilm bu hamma narsa, birodarlar. Allohni tanish ilm bilan bo'ladi. Allohni tanish Qur'on bilan bo'ladi. Astagfirullah. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'alaz zulumati wan nur, thumma allazina kafaru bi robbihim ya'dilun. Hamd va sano osmonlar va yerni yaratgan, zulmatlar va nurni taratgan Alloh uchundir. So'ngra kofir bo'lgan kimsalar Parvardigorlariga o'zgalarni tenglashtiradilar. Qur'on osmonlar va yerni yaratilishi bilan teng. Qur'on bir pallada tursa, ikkinchi pallada butun koinot turadi. Shuning uchun tolibi ilmdan farishtalar rozi bo'lib, bosayotgan har bitta qadamining ostiga qanotlarini to'shab turadi. Ya Alloh, shuni ko'rganimizda qana bo'lardi ekan-a? Kitobingizni ko'tarib madrasaga ketyapsiz. Talabalar, Qur'oningizni qo'ltiqlab, kitobingizni qo'ltiqlab madrasaga ketyapsiz. yoki masjidga chiqib ketyapsiz Qur'on o'rgangan domladan. Agar ko'zingiz bilan ko'rganingizda farishtalarni qanaqa bo'lardi ekan? Shuning uchun ilm ahllarini hurmat qilinglar, birodarlar. Qorilarni, mullalarni, umuman ilm ahli domlalarni, imomlarni g'iybat qilmanglar. Ko'p aytdim, ilmli odamni g'iybat qilib go'shini yeb hurmatsiz qilsanglar, zurriyotinglardan ilmli odam chiqmaydi. Xotirjam bo'linglar. Xotirjam bo'linglar. Ilm bilan shariat va uning hukmlari o'rganiladi. Ilm bilan halol va harom farqlanadi. Ilm bilan silay rahm bog'lanadi. Masalan, silay rahmni rizqingizga baraka olib keladigan asosiy omillardan ekanligini ilm orqali bilsangiz, keyin silay rahm qilasiz. Keyin vaqt topasiz, opangizni, singlingizni, ammangizni, xolangizni ziyorat qilgani. Bo'lmasa vaqtim yo'q deysiz. Sen vaqt topib ajrat shu ziyoratga. Silay rahmni qilgin, qolgan vaqtingga Alloh baraka berganini ko'rasan.
O'sha 4 ta non ko'tarib borgin, Alloh taolo 40 ta nonga pul beradi senga. Shuni tushunish nima bilan bo'ladi? Ilm bilan bo'ladi. Meni ko'rib qo'y. Nima? Jiyanlaringiz keldi bir marta sizni ko'rgani. Bor do'rasiz. Ammamni bolalari bir marta keldimi xabar olib. Men boraveramanmi? Boraverasan agar ilmdan xabaring bo'lsa. Birodar, bu seni foydang. Bu seni foydang. Ilm bilan Allohga yaqin bo'lasan. Ilm bu hamma narsa. Seni Allohga to'g'ri olib boradigan yo'l bu ilm yo'li. Uni kitobini taniysan, payg'ambarning sunnatini o'rganasan, Muhammad alayhisolamning siyratini o'rganasan. Haqiqatlar ochilganida, pardalar ko'tarilganida inson nadomat chekadi. Qiyomat kunida. Nimadan nadomat chekadi? Allohni tanitadigan ilmga vaqtini sarflamaganiga. Qiyomat bor ekan, hisob kitob bor ekan, shu narsani o'rgatardi domlalar. Shu narsaga e'tibor bermaganligi uchun, shu kunga tayyorgarlik ko'rmagani uchun pushaymon yeydi. Doim aytamiz, dunyo eshiklari yopiq birodarlar. Uni eshigi ochilishligi uchun katta narx to'lash kerak. Ammo haq eshiklari esa doim har bir inson uchun ochiq. U eshikka kirish uchun haq to'lanmaydi. Unga mashaqqatsiz, qiyinchiliksiz kiriladi. Ilm imom, amal ma'mum. Ya'ni ilm boshqaradi, amal unga ergashadi. Qaytarib aytaman. Ilm boshqaradi, amal ergashadi. Agar kimdir ilm o'qimasdan amal qilaman deyotgan bo'lsa, adashib ketishligini juda ham katta bir nimasi bor. Ilm sen uchun g'urbatda hamroh, yolg'izligingda ham suhbat, vahshatingda sen uchun anis, shubhalarni ko'taruvchi bo'lgan narsa. Ilm boshqaradi, amal ergashadi. Bir odam uyi yo'q, 3-4 chaqasi bor, badavlat birodaridan qarz so'radi. Birodar, men uy olay, menga pul berib tur. 5 yilda 6 yilda uzaman. Endi uzgunimcha o'sha uyda yashab turganimga senga ijara to'layman dedi. Ikkala tomon rozi. Hali boy o'rtog'i pulni berdi, uyda oldi. Ikkalasi ham xursand, ikkalasi ham rozi. Ikkalasining ham qalbi rohatda xotirjam. To'g'ri ishmi shu? Ilm aytadi, yo'q, bu ribo bo'ldi deyiladi. Ammo bu ish ijara bo'lmaydi, ribo deyiladi. Shubha emas, harom bo'ladi. Ko'p qilayotgan pul muomalalarimizda shunga o'xshagan ko'rinishlar bo'lib qoladi. Mana shu qilayotgan ayrim tijorat ishlarimizda, pul muomalalarimizda shunga o'xshagan ish bo'lib qoladi, lekin ilmimiz yo'qligi uchun uni qilib yuribmiz. Lekin xotirjam bo'ling. Bilmasdan qilgan bo'lsangiz ham mana shu ishni, bu ishni oqibatini ko'rasiz. Chunki ribo bo'ldi-da. Oshna men dedi, mashinaga ketyapman Peregonga, ozgina pul yetmay qoldi. Bir 5000 dollar berib tur, men senga bitta o'shadan nima? Telefon olib kelib beraman. Yo, televizor olib kelib beraman dedi. Rozi bo'lib beryapti. 5000 dollarni berdi. Haligi odam ham rozi, olgan odam ham rozi. Haqiqatan bitta televizorni olib kelib berdi. Ikki tomon rozi. Ikkalasi ham xotirjam. Mana shu ribo bo'ladi. Har qanday berilgan qarz foyda keltirsa, shu qarz ribo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi ilm nimaligini? Ilm boylik. Bu boylikka ega bo'lgan inson hech qachon faqir bo'lmaydi. Ilm himoya. Ilmga suyangan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Ilmni muzokara qilish tasbih bo'ladi. Ilmni izlash jihod bo'ladi. Ilmga sarf qilingan mol sadaqani o'rnida bo'ladi. Ilmni muzokara qilish roza va qiyomul laylga teng. Kitob o'qiyotgan odam kechqurun uxlamasdan namoz o'qiyotgan, kunduzi ovqat yemasdan roza tutayotgan odamdan afzal bo'ladi. Tushundinglarmi? Ilmga bo'lgan muhtojliging, birodar, seni ovqat yoki suvga bo'lgan ehtiyojingdan ko'ra ulkanroq. Imom Ahmad aytadi, ovqat va sharobdan ko'ra insonlar ilmga ko'proq muhtojdirlar. Chunki kishi bir kunda 1-2 mahal ovqatlanishga ehtiyojli bo'lsa, ilmga har nafasida muhtoj bo'ladi. Inson o'ylamasdan bir gapni gapiradi-da, o'ylamasdan gapiradi ilmsiz holatda, mana shu gapirgan bir og'iz so'zi bilan jahannamga 70 yilga qulaydi. Birovni kufrda ayblab qo'yadi, vaholanki sen ayblayotgan odamda shu kufr yo'q edi. Iymonli odamni kofir deganing uchun o'zing kofir bo'lib qolish xavfi bor. Birovga bilmasdan tuhmat qiladi, g'iybat qiladi, bo'xton qiladi.
bu ishlarni barini o'sha odamning sifati deb o'ylaydi. G'iybat emas, sifat deb qo'yasiz. Rosa g'iybatda. Rosa g'iybatda qachon g'iybat bo'ladi? Qachon g'iybat bo'lmaydi? Siz falonchini uzun dedingiz, pakana dedingiz, qora dedingiz, sariq dedingiz, oq dedingiz, shach to'kilgan, qonni yo'g'on dedingiz. Unda bor narsani aytdingiz. Agar shu gapni o'sha odam eshitib, xafa bo'ladigan bo'lsa, bu g'iybat bo'ladi. Siz nima deyapsiz uni? Sifat deyapsiz. Ilmsiz holatda g'iybat qilyapsiz. Yana g'iybat qilib turib, g'iybat emas deb turib, haromni halol deb kofir bo'lib qolishingiz mumkin. O'shuning uchunchi indab o'tirgan yaxshida. Ayniqsa diniy bilimlardan xabari bor odam o'tirgan bo'lsa majlisda, shu odam gapirsin-da. Ma'qulmi? Mana shu ishlarning nima ekanligini senga ilm bayon qilib beradi. Imom Shofiy aytadi: "Talabul ilmi afzalu minas solati nafila." Nafil namozlardan ko'ra ilm talab qilishlik afzal deydi. Ibn Vahb aytadi: "Imom Malikning huzurida edim." Bu Maliki mazhabining imomi, 4 ta imomning bittasi. Imom Malik huzurida edim. Dars majlisida. Daftarlarimni yerga qo'yib namozga turdim. Imom Malik menga qarab, "Qilmoqchi bo'lgan ishing tashlagan ishingdan afzal emas" dedi. Darsda o'tiribdi, fiqh darsida. Turib 2 rakat nafil namoz o'qiydi edi. U nafil namozingdan ko'ra mana ishing yaxshi dedi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Kimdir dinda g'uluvga ketadi. Chuqur ketadi. Taqvo qilyapman deydi, o'zi aslida dindan chiqib ketayotgan bo'ladi. Sodiq ulamolar ilmni g'uluv ketgan va adashganlarning xatolaridan tozalaydi. Ilm Allohning yerdagi hujjati, bandalarning orasidagi nuri, insonlarni Allohga boshlovchi qoida, boshlig'i, uning jannatga yetaklovchisidir. Olim insonning qadri baland bo'ladi. To'lin Badr oyini boshqa yulduzlarning oldida qadri qanchalik ko'rinib turadi. Yulduz qanday ko'rinadi, to'lgan oy qanday ko'rinadi. Olim bilan omi odamlar o'rtasidagi farq shunchalik bo'ladi. Alloh taolaning eng ulug' payg'ambarlardan bo'lgan Musa alayhisalom ilm talabida o'zining xizmatchi yigiti bilan safarga chiqdi va mana shu safarda ularga mashaqqat yetdi. Bor yo'q 3 ta masalani o'rgandi Xizr alayhisalomdan, lekin safarga chiqdi. Ilm bandaga beriladigan eng ulug' sharaf. Ilm bandaga beriladigan eng ulug' sharaf. Alloh o'zini bandasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga buyurdi. Nimamiz ziyoda qil deb duo qil dedi. Va qur robbi zidni ilma. Parvardigor, ilmimni ziyoda qilgin deng. Qur'onda boshqa bironta bir oyatda mana bu narsani ziyoda qilib ber deb so'rang ey Muhammad alayhisalom degan emas. Faqat nimani ziyoda qilib ber? Ilmni ziyoda qilib ber. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.